Hammaga assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Razmer olishni boshladik amerikanskiy korsaj bilan ishlash uchun. Uyimiz razmerini olayotganimizda bu patolog, bu pol. Har doim men razmer olayotganimda shu patologdan bo'lsa patologdan yoki patologdan aytib to'ki bo'lishi mumkin. Shu yerdan xullas karniz qayerdan qotirilishini xohlasangiz, shu joydan razmerni olamiz. Yerga tekkizmagan holatda 2,5-3 sm yerga tekkizamiz. Chunki yerda gilam hisobi bor. Agar gilam solinmasa, parket pollar bo'ladigan bo'lsa 2 sm olamiz. Shunda adashmaysiz. Har doim qayerdan karniz ko'tarmoqchi bo'lsangiz, bu bo'kak yoki patolog. Shu karniz ko'taradigan joyingizdan yerga tekkizmasdan, agar pol bo'lsa 2 sm, agar gilam bo'lsa 2,5 sm hisobini olib turib, shu yergacha klient xohlagan joygacha o'lchaysiz razmerni har doim. Misol uchun, uyimiz razmeri 280 bo'ldi ya. 280 uyning razmeri. Endi biz bunda faqat tuldan tikmoqchimiz. Biz tulda razmerni materialni qilganimizda 280 emas, 290 ga bichib olamiz. 290 bo'y bichildi. Endi shundan biz 12 sm materialimizni orqaga 12 sm qaytarib olamiz. Misol uchun, mana 12 sm. 12 sm qaytarib olamiz. Shu holatda qaytargan joyimizdan blavkalab turib, shu joyga amerikanskiy korsaj tikib ketamiz. Ko'rdingizmi? Endi bu tepasini tikib olib, bu orqa tarafini shu yerga qaytarib ichiga kirgizib olasiz. Eng zo'rqulay joyi shu.